Mana bugun bitta qo'ydik Gulistonga. Koson tumani Guliston qishlog'i. 18 lik inventorimiz. Panellarimiz 30 dona. Suvni chiqishiga gap yo'q. Zakonni chiqdi. Suvni chiqishiga gap yo'q. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon nomeri tashlayman. Qarshi hokimligini to'g'risida ro'parasida ofisimiz bor. Bemalol borishlaringiz mumkin. Panellari zakonni qo'yilgan. Chotki. Keyin ko'p odam so'rayapti, skvajinani qanchaga urasiz deydi. Biz skvajina urmaymiz, faqat quyosh panel qo'yamiz. Mana quyosh panellarimiz. Skvajina urilgan, tayyor bo'lgan. Biz kelamiz. Quyosh panelni qo'yib, inventorni o'rnatamiz, montajini qilamiz. Skvajinani urib tayyorlab qo'ysanglar, borib motorga qarab 20 ga ko'tarib 49 50 ga chiqqan ekan mana. Hammasi chotki bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kelsa, telefon nomer 88 lik 199 0027. Suvni chiqishini qarang. Mana boshlig'imiz. Boshliqqa murojaat qilaverasiz. Mana bu yigitning nomiga chiqqan ekan, Shahzodning nomiga.